shaytonni qalbga kirishi uchun eng katta darvozalardan biri musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Alloh taolo Qur'onda aytgan: Auzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam gumondan chetda bo'linglar, gumon eng yolg'on gapdir deganlar. Mo'min musulmon odam, qalbi pok odam, axloqli odam musulmonlar ommasi haqida doim yaxshi niyatda bo'ladi, yaxshi fikrda bo'ladi. Lekin qalbini maraz bosgan, mog'or bosgan, shaytonning malayiga aylanganlar musulmonlarning haqida yomon gumon qilaveradi. Palonchini ko'rdim desang, ha, u ham bid'atchi deydi. Pistonchi bilan gaplashganda, u ham bo'lmagur deydi. Mana shu gaplari shu. Gaplari shu. Musulmonlarning yarmidan ko'pini kofirga chiqaradi, qolganini fosiq deydi, yana boshqasini boshqa deydi, o'zidan boshqa musulmon yo'q dunyoda. Bunaqa narsa hech bo'lmaslik kerak. Musulmonning haqida yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Hazrat Umar aytadilarki, har qanday gap kelganda ham bitta ilinchoq bo'lib yaxshilikka yo'yish imkoni bo'lsa shuni qilinglar. Yomon tarafini olmanglar. Ibn Humam aytadilar, bir odamni to'g'risida shubha tushib qoldi. Bu kim o'zi? Mo'minmi, musulmonmi yoki mo'min emasmi? Har xil gaplarni aytib, qiliqlarni qilib yuribdi. Kelinglarchi bir tekshiraylik deb o'tirsa, "Xo'p, mana bu gapni aytdi. Bu kufr, kofir bu. Mana o ishini qildi. Bunisi ham shunaqa. Bunisi ham u ketdi. 60, 70, 80, 90, 95, 96, 99 ta shunaqa kufr, shirk, pishiq hanasi chiqdi. 100-sida mo'min desa, bo'ldi, shu mo'min deyiladi. Bu degani hamma qilaversin xohlaganin degani emas. Birovni kofir devorish og'ir ish ekanligidan bu. Yomon gunohdan umuman olovdan qo'rqqanday qo'rqish kerak, yaqinga bormaslik kerak. Lekin shu bilan birga mo'minlikni e'tiqod qilib turgan odamni kofir deyish nihoyatda og'ir musibat bu. Shuning uchun mo'min musulmon bandalar shubha qilmasliklari va shubhaga yo'l ham qo'ymasliklari kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ramazon oyida i'tikof o'tirganlarida Sofiya onamiz kechqurun ko'rgani kelganlar. Qorong'ida. Kirib ko'rib gaplashib, endi men boray deb turganlarida Rasululloh akram alayhisolatu vasallam kuzatib